Assalomu alaykum Ulug'bek tog'a, yaxshimisiz Hoji tog'a? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Avtotova kanali muxlislari, mana bugun 21-dekabr. Mana qor yog'yapti. Birinchi qorlar bilan tabriklaymiz. Qor yog'ishga qaramay, sizlar xizmatlaringizda biz. Sho'kanchonga ham rahmat mana. Erimga kelib, mana sizlarni xursand qilay deb shu nimalarga olishyapti. Mana o'zimizni tog'dan tushib, o'zimizni mahsulotlarimizni sizlarga taklif qilamiz. Men kirib kelayotgan bayramlaring bilan aytmoqchi hammalaringiz. Yangi yil bilan, ha? Yangi yil bayramlaring bilan mana endi mahsulotlarimizni taklif qilamiz sizlarga. Marhamat. 2025-yil 21-dekabr. Dekabr kuni bugun mana, yakshanba kun mana. Mana birinchi qor bilan tabriklayman. Tabriklaymiz. Hoji tog'am bir tanishtiraldi. Mana narx-navolar bilan. Mana to'g'larimiz qaranglar mana. Svetli shaboyimiz. Qaysi? Mana u oq dumi qora. O'qlami? Ha. 475 ming. Jupimi? Jupini aytyapti. Makiyon tuxumdami? Ha, tuxumda makiyon. Makiyon tuxumda. Mana choynak deymiz, ko'kinggilarimiz bir jup 475 ming. 475 ming mana choynaqlar. Ha, mana ko'shamimiz bola ochgan tuxumda 475 ming bu ham. Qaysi mana ya? Bu ham. 475. Gallanka makiyonlarimiz 350 mingdan mana. Donasi 350 Donasi ming. 350 mingdan. Mana bantam makiyonimiz 375 ming bu ham. Oq bantam 375 ming. Mana bu yerda uxoyillarimiz mana. Uxoyillarimiz bor. Optimiga sotilishi 150 mingdan bular. Nechta u? Bitta 6 ta. Har bir turibdi. U 6 ta uxoyil hozir. Optimiga olinsa, Makiyonlar tuxumdami? Yo'q, endi kiradi tuxumga. Mana ko'shamo miramillarimiz bor, 1 million narxi aytilyapti mana. Ko'shamolar 1 million. Bular tuxumdami? Yo'q, bular ham endi tuxumga kiradi, yosh cho'jalar bular. Nechtasi 1 million bilan? Uchovi. Uchovi 1 million, ha? Mana ular makiyonlar donalarni nech pul dedingiz? Donalarga 250 minggacha bor. Optimiga olishsa hozir bitta 150 mingdan bo'lishi. Ko'shamolar ham zo'r ko'ch tog'a. Ha. Mana oqlarimiz bor, mana sotdik hozir, mana 250 mingdan sotildi hozir. 250 mingdan makiyonlar tuxumdami? Ular tuxumda makiyonlar. Makiyonlar tuxumda. Mana shabolarimiz bor, mana 600 ming jupi, bular shabolarimiz. Jupi 600 ming. Makiyonlar makiyon tuxumda. Tug'yapti makiyoni. Tuxumda ekan. Mana kukushka xo'rozimiz ko'rinyaptimi? Kukushkami? Ha, kukushka xo'rozimiz mana Ha. 550 ming, o'zi makiyonlari 350 mingdan mana. Xo'roz o'zi 550 ming, makiyonlar 350 mingdan mana. Tuxumdan makiyonlar? Ya, tuxum tug'ayotgan makiyonlar endi hozdamda. Mana shabu qora shabular 350 ming bu ham jupi. Qora shabu jupi 350 ming. Makiyon tuxumdami? Endi kiradi tuxumga. Telefonda Endi kirar ekan. Nima? Tuxum so'rashsa, mabodo oshtirishga, shunaqa narsalarga ham top beramiz. Bor, topib beramiz. Bor, hozir tuxumlarimizdan bor, tug'ishyapti. Juda ko'p miqdorda basu. Endi kerakli zarur miqdorda topib beramiz. Telefonlarimiz murojaat uchun 90 301 92 78 Marg'ilon. Yapon tovuqlar, ha? Yapon tovuqlari. Yana nima xizmatlar bor, Hoji tog'a? Endi o'sha dastavka pulli bo'ladi, dastavka qilib beramiz O'zbekistonda olagan joyiga. Tovuqlarni har xildan top beramiz. Tovuqlardan bor, sisalkalar bor, o'rdaklar bor, zarur bo'lsa, ularni qilib beramiz. Endi bugun havo sovuqligi uchun ko'p olib chiqa olmadik. Yasha, sog' bo'ling. Rahmat, sizga ham kam bo'lmay, kanalingiz rivojlanaversin. Rahmat. Jupi 200 ming so'm. Jupi 200 ming so'm. Yapon tovuqlar. Mana ular kullar. Kul qancha? 700 mingdan qaytiribdi. Jupi 700 mingga, makiyonmi bular? Ha, komplekt. Ha, 3 tasi 700 mingmi? 3 tasi 700 ming. Makiyonlar tuxumdami? Yo'q. Endi kiradi. Ha, bozoringni aytamiz. 200 ming kam bor. Tuxumdagi makiyon aka. Ha, bozoringni aytamiz. Jersey 800 ming, Jersey xo'roz. Vesi necha kilo chiqadi buni? 5 kilo chiqar ekan. Bozoringizni bersin. Bir amala 3 tasi 1 million ekan. Tuxumdan bu makiyonlar? Tuxumga kelib qolibdi. 300 mingdan. Texas bedeni. Mana ular bir jupmi? Necha pul bir jup? $150 $150. Karalevskidan chiqqanlar. Karalevskidan chiqqan ekan. Fazalli. Valla qancha endi? 150 ming so'mdan donasi aka. Donasi 150 ming. Tuxumda ekan. Mana ichkaridagilarcha, makiyonlar. Ikkita makiyon 600 ming so'm aka. Ikkitasi 600 ming. Mana ularchi yaponlar. Yaponlar bitta oqamizniki, ular ham yaxshi bak.
Nechi pul? Ha, yapon nechi pul tutdilar? Zo'r ekan makiyoni. Mana bir amali ham zo'r. 700 ming ekan. 250 ming. Makiyonmi bular? Xo'roz. Qancha vesi bor? 3 kilo nari. 3 kilo. Mana bularchi? Ular makiyonlar 300 ming kami bor. Xo'roz 400 ming kami. Makiyonlar 300 ming, xo'roz 400 ming ekan. Vesi nechi kilomi xo'rozni? 5 kilo bor. 5 kilo. Mana bularchi qancha qanaqa? Ular makiyonlar 300 mingdan kami bor. Makiyonlar 300 mingdan kam bor. Ular bizda Nechi pul tovuqlar? 120 mingdan kami bor ular. Tovuqlar 120 mingdan kam bor. Tuxumdami? Tuxumdan? Tuxum qilyapgani ham bor ekan ichida. Bozoringizni bersin. 100 ming kam bor ekan. Tovuqimiz topotcha bu? Ha? Xo'rozmi? Yaxshi. So'rashdimi? Nechi pul qilishdi? 50 ming qilishdi. Ha? 50 ming. 50 ming qilishdi. Bozoringni bersin. Oq endi ular nechi pul ekan aka? 600 ming ikkinchisini beramiz. Donasimi? Donasi 600 ming. Qancha vesi bor? 10 kilo, 12 kilo bes. 10 kilo, 12 kilo. Mana bularchi? Beramiz kiloga 50 mingdan biletini. Kiloga 50 mingdan berishar ekan. Bularchi? Biza 550 ming opa. Bular 550 ming. Nimaga bu ozroq? Kilet pasroq. Kiles pasroq. A bozoringni bersin. 150 ming kam bor? Endi gutkalar 150 ming kam bor ekan. Tovuqlar tuxumda emas ekan, 100 ming kam bor ekan. Xo'roz 150, makiyon 100 kam bor ha. Makiyonlar tuxumdami? Yo'q, tuxumda bular bahordan kiradi. Bahorda tuxum kirar ekan. Enasi ham bolasi ham bahorda kiradi. Endi u nechi pul? Endi 600 kami bor. 600 kam bor. Tovuq mana ular? Tovuq dedim. Xo'roz ekan. 150 kam bor ekan. Ha, xudo xolasa. Ertaga Bilan zapravkani ko'lida baliqxonada ehson borayapsizlar. Ana reklama. Mana ular nechi pul? Olagam, o'qinib turinglar. Kuzatib turinglar. Ha, yashar. Kanalni. Auto TV. Mana ular nechi pul? 100 dan savdo bo'lyapti. Makiyonmi bular? Makiyon 100 dan ekan. Bularchi tog'a? Xo'rozlar 200 dan. Xo'rozlar 200 dan. Bozoringizni bersin. Makiyonlar shu 130 dan kam bor. Makiyonlar 130. Zot qanaqa buni? Shalpang. Veschi? 4 kilo plus. Qaysi oy ekan? May 1,5 million. Telefon nomerlari necha? 93li 705 14. Valla qanchadan? Tovuq 100 ming, xo'roz 200 ming. Tovuqlar tuxumga kirganmi? Tuxumga kirgan. Hammasi bozoringizni bersin. Sariq makiyoni 120 ga berishar ekan. Mana qora dakallar qancha? Ashlar 120 kami bor deyapmiz, cho'ja. Cho'ja. Xo'roz a? 120 ming ekan. Ikkitasi xo'roz, qolgani makiyon, mana uchtasi. Mana ikkitasi xo'roz ekan. Mana makiyon ekan, mana ham makiyon ekan. Bu ham 120 ming ekan bormi buni? Zot qanaqa bularni? Zoti yaxshi zot. Telefon nomerlari necha? 95 li. 95li 885 885 66 66 bozoringni bersin. Qaysi oy ekanligini bilmasa qoldi. Zot qanaqa? Ha? Pulini qancha deyapsiz? 1 million kam bor. 70li 030 9704 bozoringizni bersin. Donasi 50 ming. Makiyon bular? Makiyon ekan. Bozoringizni bersin. 120 mingda xo'rozim bular? Makiyon, hammasi bular makiyon. Makiyon tuxumdami? Yo'q, ozgina bor. 120 ming. Manalarchi? Bular Nikoltini 800 dan kami bor. 800 da. Vesi nechi kilo? 15 kilogacha. 15 kilo. Xo'rozmi? Ha, Bular ham xo'roz ha? bu ham quradi. Nechi pullar bular? 800 dan kam bor. 8 dan. Nechi kilo vesi bor? Bular shu 13-15 kilo attiradi. 13-15 kilo ekan. Bormi?
Ha? 300 dan kam bor. Avto TV. Vesi nechi kilo bor? Xo'rozlari bor 500 dan. Ha? 8 kilo bor xo'rozlar. Xorozlar 7 kilo, 8 kilo ekan. Makiyonlarcha? Makiyonlar 5 kilo, 4 kilo. 5 kilo 4. 300 dan kam bor. Qancha? 500 dan kam bor. Allacha? 500 dan kam bor. Bozorga ham bersin. Men hali kutib ketaman. Keyin meni bunaqa ishxonada emas, oshxonada ovqatlanaman. O'sha oshxonada men ovqatlanayotganimda videoga olib qo'yaman. Keyin havas qilib, qarab o'tirib, mashina ham eplab bo'lmay ketdi-ya deb. Mashina ham ko'tarilib ketdi-ya deb. O'sha ovqatlanayotgan restoranga oshxonaga so'rib o'tirasizlar ekan. Bo'ptimi? Qazdanishda qo'l beradi. Ha, ular. Patent berasiz. Mana u yomon yerni. Ya quritib yuborma. Hop, ko'rchi. Bunga emas. Mana ichi bor. Hazırla zakasını var. Meden etkin bilan 15 to'g'lab qo'yaman. Bo'laveradimi? Samarqandcha qilib berasizlar? Gap yo'q. Sog' bo'lasiz. O'shla zakasini. O'shla zakasini. Sag'zimas. Kurvalini mana. İllileri ham bor. Edinnamangan oshlari, nomer 1 oshlar. Lazerda bo'lgan. Mana bu divizorda bo'lgan. Zakasni. Divizor osh ham bor, lazer osh ham bor. Bunisi divizor. Lazer. Sog' bo'lasiz. Sigala manzilimiz Marvarid osh markazi. Bag'ara Nestle chorrahasi 50 metr. Shahar ketish tomoni. Bag'i Urganchi 5 kapaya ketish tomoni. Ne'matjon qishloqda Ravnaq Mafe. Kutib qolamiz, sog' bo'lasizlar, xizmatinglardamiz. Bu ovqatlardan bor kelaverasizlar. Tinchgar. Nimaga bo'ldingchi? Gap yo'q. Pulim bo'lsa xaltada, dam olsa hayotida. Gap yo'q. O'sha zakasni ko'p. Zakasni. Endi mana men aytib qo'yay bitta. Puli bo'lsa qopda, oshni zo'rni yesa Marvaridda. Au! Sog' bo'lasiz. Bo'ridan qo'rqma bolam. Bo'ri ham bolam deydi. Odamdan qo'rqin bolam. Odam baliqni ham yeydi. Au! Sog' bo'lasizlar. Ana karsillatib pishirib yeyiladi, sousini addenni qilib. Xo'laganda qilib zo'r pishirib yeyish. Sog' bo'lasiz.